Ana shunday tadbirlardan biri O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi va O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi hamkorligida poytaxtimizdagi O'zbekiston kasaba uyushmalari saroyida o'tkazildi. Tashkil etilgan mazkur tantanali tadbirga Toshkent shahridagi 22 va 30 sonli mehribonlik uylari hamda SOS O'zbekiston bolalar mahallalari filialida tarbiyalanayotgan bolajonlar, Sirdaryo, Toshkent shahri va viloyatlaridagi oilaviy uylar o'g'il-qizlardan iborat 500 nafar yosh avlod vakillari taklif etildi. Bolajonlar uchun Qaldirg'och bolalar san'at markazi o'quvchilari ishtirokida Alisher Navoiyning Lisonut Tayr, ya'ni qush tili dostoni asosida maxsus sahnalashtirilgan Semur haqidagi afsona nomli musiqali spektakl namoyish etildi. Sahnalashtirilgan mazkur spektakl orqali ezgulikning yovuzlik ustidan doimo g'alaba qozonishi tarannum etildi. Spektakl bolajonlarda unutilmas taassurotlar qoldirdi. Biz Sirdaryo viloyati Guliston shahridan keldik va biz bu yerda mazza qilib, miriqib teatrni tomosha qildik. Navoiy bobomizning Qush tili asarini qo'yib berishdi. Yovuzlik ustidan yaxshilik g'alaba qozondi. Bu bizga bayramga zo'r sovg'a bo'ldi. Spektakldan so'ng bolajonlar Milliy gvardiya Jamoat xavfsizligi universitetida bo'ldilar. Yosh avlod vakillari universitet bo'ylab tashkil etilgan sayohat davomida harbiy orkestr, faxriy qorovul bo'linmasining saf chiqishlari va qo'l jangi usullarini tomosha qilishdi. Bugungi bayramda men jangovar holatlar, jangchilar ko'rdim. Akalar harbiy qizlar bor ekan. Bugungi sarguzashtlar yaxshi bo'ldi. Bugun men singlim bilan mazza qildim. Kelajakda menim o'shanaqa harbiy bo'laman. Shuningdek, harbiy texnikalar va qurol aslahalar ko'rgazmasi ham namoyish etildi. Shundan so'ng ular bayram dasturxoniga taklif etildi. Kasaba uyushmasi federatsiyasi bilan hamkorlikda bir necha yillardan buyon mana shu tadbirlar tashkillashtiriladi. Mana bu yilga o'sha viloyatlar miqyosida ham qamrab olindi. Bundan keyin ham o'sha yoshlarimizni bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish uchun muhtaram prezidentimizning topshirig'iga asosan dolzarb 90 kun davomida, ya'ni o'sha 3 oylik ta'til paytida har xil to'garaklar, tadbirlar, sport o'yinlari, ot paradlari, kamondan o'q otish kabi sport o'yinlarini tashkillashtiramiz. Yoshlarimiz menimcha xursand, juda ham davomiy bo'ladi tadbirlarimiz. Bundan tashqari bolajonlar universitet muzeyi va kutubxonasida bo'lishib, o'zlari uchun kerakli bo'lgan ma'lumotlarga ega bo'lishdi. Bularning barchasi bolajonlarda katta taassurot qoldirdi.